Xitoy tunji qatim Tayvan mustaqilligini qo'llovchilarning qora tizimligini tayyorlaganligini oshkor e'lon qildi. Xitoyning Tayvan munosabatlari ishxonasi e'lon qilgan bayonotida Tayvan bosh ministri Su Jingjang, parlament boshlig'i Yu Shikun va tashqi ishlar ministri Joseph Wu johillik bilan Tayvan mustaqilligini qo'llaydi deyilgan. Beijing bu tizimlikdagi kishilarning Hong Kong, Auman qatorliq alohida ma'muriy rayonlarga kira olmaydiganligini, cho'ng quruqlikdagi kishilar bilan hamkorlasha olmaydiganligi va mablag' bilan ta'minlay olmaydiganligini bildirdi. Turkiyaning Malatyada Sharqi Turkiston xalqini qo'llash uchun o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning 1949-yildan 2016-yilgacha Sharqi Turkistonda ziyonkashlik va qatliam ilib borganligi, 2017-yildan boshlab buning irqiy qirg'inchilik darajasiga yetganligi ko'rsatildi. Amerika Avam palatasi Prezident Joe Bidenning iqtisodiy planining birinchi bosqichini tashkil qiladigan 1 trillion Amerika dollariga yaqin ul asliha planini tasdiqladi. Iqtisodiy planning ikkinchi bosqichini tashkil qiladigan 1 trillion 750 million dollarlik ijtimoiy chiqim bo'lig'i tasdiqlanmadi. 10-ayning 24-kuni O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qilgan Shavkat Mirziyoyev qasam berib vazifani boshladi. Marosimga hukumat a'zolari, davlat organlarining boshliqlari, diplomatik vakillarning vakillari va jurnalistlar qatnashdi. Amerika hukumati Pegasus jasuslik yumshoq detalini yasab chiqqan Isroiliya NSO guruhini savdo qora tizimligiga kirgizdi. Pegasus yumshoq detalining ba'zi davlatlar tomonidan faoliyatchilar va jurnalistlarni iz qo'g'lash uchun ishlatilganligi oshkorlangan edi. Rossiyada bir kunda 41,335 nafar yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, Xitoy virusi yuqumi boshlangandan buyongi kundalik eng yuqori saviyaga yetgan. Shunda qilib, yuqumlanuvchilar umumiy soni 8,756,000 ga yaqinlashdi. Amerikaning Xyustonda o'tkazilgan Astrovod musiqa festivali jarayonida kam deganda 8 odam dasilib qazo qildi. Xyuston o't o'chirish atritining boshlig'i Pina sahnaning oldida yig'ilgan kishilarning bir-birini ittirishga boshlashi bilan vahima paydo bo'lib dasilib ketish hodisi yuz berganligini bildirdi.